Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə sizlərə bu haftadan bu yan yüz bergan Uyg'urlarga munosabatlik ba'zi muhim hodisalarni eslatib o'tmoqchimiz. Tövəndə diqqətinizlər haftalik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Chet ellarda faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari 8 aprel kuni Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasi qurilganligining 77-yilligini cheksiz g'urur va iftixorlanish tuyg'usi ichida xotirlashdi. 1944-yili 12 noyabr kuni G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumatı 1945-yili 8 aprel kuni G'ulji shahrida maxsus harbiy parad o'tkazib, o'zining muntazam milliy armiyasining rasmiy qurilganligini jakarlagan edi. Dünya Uyghur Qurultayı bu münasebet bilan 8 aprel e'lon qilgan axborotida 1944-yildagi 2-chi Jumhuriyatimizni barliqqa keltirgan qahramon ajdodlarimizga va bu sharafli yo'lda qurbon bo'lgan butun aziz shahidlarimizga cho'nqur hurmatimizni qayta izhor qilamiz. Milliy armiya bayramimizga muborak bo'lsin. Shuningga ishonchimiz komilki, kurashchan Sharq Turkiston xalqi hamon bir kun yana o'zining mustaqil jumhuriyatini va milliy armiyasini jazman qurib chiqadi deb ko'rsatildi. Her yıllık Milliy Armiya xotiri kunida hayot qolgan milliy armiya jangchilarimizni yo'qlab, hol so'rash, vafot bo'lgan milliy armiya jangchilarimizning tuproq beshini ziyorat qilish va ularning ruhiga atab Qur'on tilovat o'tkazishni odatga aylantirib kelgan Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyati 8 mart kuni Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasi qurilganligining 77-yilligi bilan Barin inqilobining 32-yilligini birga xotirlash orqali o'xshamagan davrlarda o'xshash g'oya uchun kurash qilgan aziz shahidlarimizga bo'lgan cho'nqur hurmatini izhor qilishdi. Shu kuni Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining raisi Asqar Qosimi, muavin raisi Akbarjon Bovdun, Oqsoqollar kengashining raisi Muzaffarxon Qurbon, Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining bosh yigit-beshi Sidiqjon Yusuf, Qirg'iziston ittifoq jamiyati ayollar komitetining raisi Tursunoy Qosimova, Nov Pokrovka yesining yigit-beshi G'ayrat Jahonov, ittifoq yesining bosh muharriri Zumrat Hokimrozi, Libidonovka yesi ayollar komitetining raisi Kamil Nurlardan tarkib topgan hol so'rash hay'ati ayni chog'dagi Sharq Turkiston milliy armiyasining jangchisi. Bu yıl 94 yoshga kirgan g'ozimiz Ablimit Bekra apandining uyini ziyorat qilib, uningdan samimiy hol so'rdi va uningga Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoati nomidan sovg'a taqdim qildi. 1946-yili Sharq Turkiston milliy armiyasi sepida monasteriyasi bo'yidagi mudofaa jangiga qatnashgan g'ozimiz Ablimit Bekra apandi milliy armiya ofitser va jangchilarimizning ayni chog'da ko'rsatgan boturliklarini hayajonli ilkida eslatib o'tdi. Şu manasır teriyadi o'tgan mana shaharda mana yakı 8 aprel kuni yana Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyati Jalolobod sho'basining raisi Alisher Nasraxonov apandining riyosatchiligida Jalolobod shahrida Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasi qurilganligining 77-yilligi munosabati bilan Barin inqilobining 32-yilligini xotirlash faoliyati o'tkazilib, aziz shahidlarimizning ruhiga Fotiha o'qildi. Ondan boshqa yana Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasining ofitser va jangchilari eng ko'p yerlashgan Qozog'istondagi Uyg'ur jamoatimi Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh maslahatchisi peshqadam kurashchimiz Qahramon G'o'jambardi apandimning boshlamchiligida vafot bo'lgan milliy armiya jangchilarining tuproq beshini ziyorat qilish, milliy armiyamizning tarixi bayon qilingan maxsus xabarnoma hozirlab tarqitish qatorliq faoliyatlar orqali Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasi qurilganligining 77-yilligi bilan Barin inqilobining 32-yilligini xotirlashdi. 1945-yili 4-oyning 8-kuni G'ulji shahridagi Tug' maydonida dog'-dug'liq murosim va harbiy parad o'tkazilib, Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasi qurilganligini Jumhur raisi Ilhon To'ri tantani bilan rasmiy jakarlagan. Murosimga G'uljida harbiy ta'lim-tarbiya ilayotgan askarlardan boshqa G'ulji xalqi, maktab o'quvchilari, idora jamiyatdagi har soy kishilardan bo'lib 10 mingdan ortiq odam qatnashgan edi. Hayvatlik milliy armiya qismlari rat reyti bo'yicha marsh dastlab paraddan o'tganda hayajonga cho'mgan G'ulji xalqi chavoq chilib olqish yangratdi. O'zining muntazam armiyasidan faxrlanib ko'z yoshlarini tutolmadi. Oy yulduzliq ko'k bayroq lozunkalar hamma yana qopladi. Bugün faqat G'ulji xalqini emas, balki barliq Sharq Turkiston xalqini hayajonga soldi. Sharq Turkiston Milliy ozodlik armiyasining qurilishi barliq Sharq Turkiston xalqining ozodlikka, hurlikka, mustaqillikka tashna orzusini namoyon qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan Sharq Turkiston xalqining zulmga qarshi tajovuzchilarga bosh egmas qat'iy irodasi va kurashchan jasoratini namoyon qilib, tarixda unutilg'usiz izlarni qoldirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın himayesinde ve Dünya Uyghur Qurultayı'nın öz içine algan 25 kişilik hukuk teşkilatının sponsorluğunda 5 aprelden 6 aprelgacha Janvardagi xalqaro konferans markazida o'tkazilgan 2022 yillik Janvar kishilik huquq va demokratiya munbiriga qatnashgan Uyg'ur harbiy tashkilotining raisi Ravshan Abbos xonim va uning yo'ldoshi Amerika Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris afandi 8 aprel kuni yana Amerikaning Janvardagi Birleşken Devletler Teşkilatı'da turishliq alayda elchisining uyushtirishi bilan Amerikaning Janvardagi bosh elchixonasida o'tkazilgan Uyg'urlar masalasi haqida yumaloq ustal yig'iniga qatnashib,
10 yaqin davlatning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida vazifa o'tayotgan diplomatlarga Xitoyning irqiy qirg'inchiligi haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Ro'shan Abbos xonim yumaloq ustal yig'inida oldi bilan Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyati, Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati va dunyodagi har qaysi allarning buningga bo'lgan pozitsiyasi va tadbirlari to'g'risida ma'lumot berish bilan birga, bundan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu vaqtda nimalarni qilishi kerakligi to'g'risidagi talablarini o'ttirg'a qo'ydi. Ro'shan Abbos xonim so'zida bo'lib, atalmish Uyg'ur avtonom rayoni Kompartiyasining bosh sekretari Chun Chuanguning o'rniga Mashang kelgandan keyinmi irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Yumaloq ustal yig'inida Ro'shan Abbos xonim va Abdulhakim Idris Apandi yig'iniga qatnashgan har qaysi alla diplomatlarining Uyg'urlar haqida turli savollarga javob berish bilan birga, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligining Uyg'urlar to'g'risida o'tgan yil e'lon qilishga tegishli bo'lgan kishilik huquq tafsandachiligi to'g'risidagi dokladning texnicha e'lon qilinmaganligidan afsuslanganligini ifoda qilishdi. Ro'shan Abbos xonim va Abdulhakim Idris Apandi bu qidimga janva ziyorati jarayonida yana janva shartiga munosabatli organlar va xalqaro kechirim tashkilotining mas'ullari bilan ko'rishib, bundan keyin qanday hamkorlashish to'g'risida muzokara elib bordi. Bo'libmi Ro'shan Abbos xonimning 6 aprel kuni 2022-yillik Janva kishilik huquq va demokratiya munbiri yig'inida qilgan so'zi yig'in ahlining kuchli olqishlarga sazovor bo'lib qolmay, bir qism g'arb matbuotlarining diqqatini jalb qilgan. Fransiyadagi ba'zi muhim axborot kanallari o'z saytlarida uning so'zlariga alohida o'rin bergan edi. Ro'shan Abbos xonim mazkur yig'inda qilgan nutqida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet xonimning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashi tomonidan allburun hozirlab bo'lingan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi tekshirish dokladini toki hozirgacha kechiktirib e'lon qilmaganligini qattiq tanqidlash bilan birga Michel Bachelet xonim sizni Xitoy kontrol qilib oldimi qanday deb savol qo'ygan. Fransiyaning dunyodagi har turli jiddiy masalalarni asosli xabar qilib tarqatadigan Fransiya 24 tomli xalqaro televiziya kanali 7 aprel kuni o'z saytlarida Uyg'ur harakati Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyga tutgan pozitsiyasi kishini ümidsizlantirdi nomli bir maqola e'lon qilgan. Maqolada Ro'shan Abbosning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida qilgan so'zlaridagi ba'zi keskin iboralardan naql keltirilib, Uyg'urlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan qattiq ümidsizlanganligi ilgari surilgan. Maqola donglik bir kishilik huquq faoliyatchisi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining mas'ulini Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilishda intayin mas'uliyatsizlik qildi deb aybladi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining allburun hozirlab bo'lgan Uyg'urlarga oid uzun saytlik dokladni darhol e'lon qilishni talab qildi degan jumla bilan boshlangan. Ondan Ro'shan Abbosning men uningdan intayin ümidsizlandim. Sharq Turkistonda hozirmi irqiy qirg'inchilik yuz beryotdi. Irqiy qirg'inchilik masalasida betaraflik degan narsa mavjud emas degan iborasini ta'kidlagan. Maqolaning u nimani saqlayotdi nomli bo'ligida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining mas'uli Michel Bacheletning o'tgan yil avgust oylarida bitib bo'lgan Uyg'urlarga oid dokladni Xitoyning to'sqinligi sababli hozirga qadar e'lon qilinmaganligi. Buningga bu yil 5-oyda Sharq Turkistonda ilib boradigan ziyoratini bahona qilib ko'rsatganligi izohlangan bo'lib, Ro'shan Abbosning bu doklad Michel Bacheletning Sharq Turkistonni ziyorat qilishidan muhim. Uningda Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarga doir nurg'un dalil isbotlar bor. Uning ziyorati Uyg'urlar uchun foydali emas, balki zo'r darajada ziyonli. Chunki Xitoy yolg'on sahna yasab uni aldaydi. O'z tashviqotlariga dasmoy qilib oladi deganligi eskartilgan. Dünya Uyghur Qurultayının sahibxonligi va har qaysi allardagi qarindosh tashkilotlarimizning sponsorligida bu yil 5-oyning 26-kunidan 28-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqiriladigan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashining tayyorlik xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetining stansimizga bildirishicha, hozirga qadar 20 dan ortiq davlatda faoliyat olib berayotgan 50 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining asosli mas'ullari, Uyg'ur tadqiqotchi va olimlar, diniy ulamolar, Tonulgan jamoat erboblari va har sozatlardan bo'lib, jami 200 nafardan ortiq vakil o'zlarining Germaniyaning Myunxen shahrida chaqiriladigan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga bevosita kelib qatnashadiganligini bildirgan. Dunyo Uyg'ur Qurultiy markazi organi 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga qatnashadigan vakillarning tizimligini Germaniya tashqi ishlar ministrligiga yo'llab, ulardan har qaysi allardan keladigan vakillarga vaziyatni qulaylik yaratib berishni talab qildi. 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komiteti o'tgan oyning oxiri bu navbatlik Milliy Kengashda muzokara qilinadigan asosli temalar va bu temalar asosida doklad qabul qilish haqida maxsus uqtirish tarqitib, Milliy Kengashga taklif qilingan aziz mehmonlarimiz ichida doklad berishni orzu qilgan vakillarimizning o'zlarining doklatining temasini va doklatining asosli mazmunini yerim betini ishib ketmagan holda yozma shaklda Dunyo Uyg'ur Qurultiyining siyosiy va strategiya xizmatlariga mas'ul muavin raisi doktor Erkin Akram apandimga 5-oyning 1-kundan burun oldin yo'llab berishni talab qilgan edi. Undan boshqa yana Dunyo Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa va Qurultay fondining raisi Abdujil Ahmad Apandilar 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga taklif qilingan Uyg'ur tashkilotlariga birlashma imzoliq maktub yo'llab, ulardan iqtisodiy jihatdan yordamda bo'lib, bu navbatlik Milliy Kengashga birlikda sahibxonlik qilishni iltimos qildi. 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi mazkur yig'inga iqtisodiy jihatdan yordam bergan tashkilotlarimizning nomi va logosi ostida o'tkazildi.
Dünya Uyghur Qurultayı her yıllık Ramazan iyi mezgilida kollektiv iftar berish faoliyatlarini o'tkazish orqali Yevropadagi, jumladan Germaniyadagi Türk İslam tashkilotlariga Sharq Turkiston va Uyg'urlarning vaziyati haqida ma'lumot berishni odatga aylantirib kelgan edi. Ana shu maqsad bilan oldimizgi kunlarda Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan Germaniyaning Köln va Avstriyaning poytaxti Viyana shaharlarida Türk İslam tashkilotlarining asosli mas'ullari, musulmon ellarining diplomatlari, har qaysi dillarga mansub zotlar va siyosiy arboblarning qatnashida insonlikning qonigan yarisi Sharq Turkiston degan tema ostida iftar faoliyati o'tkazildi. Dünya Uyghur Qurultayı ve Dünya Uyghur Qurultayı Vakfı birlikte 3. April Yakshanba günü İstanbul'da. Yani 5. April günü Dünya Uyghur Qurultayı Vakfısı bilen Uyghur Akademiyası Vakfısı birlikte Ankara'da Türkiye'deki her qaysi partiyalar, ommaviy tashkilotlar ve Uyghur tashkilotlarining vakillarining qatnashida iftar faoliyati o'tkazib, ularga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida ma'lumot bergan. Shundaqla Turkiya parlamentini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib, maxsus qaror ma'qullashga chaqirgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı 2022-yillik Ramazonlik munosabati bilan insonlikning qonigan yarisi Sharq Turkiston degan temali turkcha hujjatli film ishlab tarqatdi. Mazkur filmda mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi, islomiyatga qarshi ilib berayotgan turli bostirish va yo'qotish siyosatlari yoritib berilgan bo'lib, Turkiyadagi, shundaqla dunyoning har qaysi ellardagi turk qarindoshlarimizdan o'zlari bilan ham dindosh, ham qon qarindosh bo'lgan Sharq Turkiston xalqiga moddiy va ma'naviy jihatdan yordamda bo'lish talab qilingan. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat Efendimning Malayziyadagi nopuzli islom tashkilotlari va ommaviy guruhlarning alayda taklifi bilan 14 aprel boshlagan Malayziya ziyarati kuchlik inkas qo'zg'adi. Ömer Qanat Efendimning bu qitimga Malayziya ziyaratidan oldin xabar topgan Malayziyadagi Xitoy press gazetlardan Koviragi gazeti 13 aprel kuni Afg'oniston va Iroqni vayron qilgan islomning haqiqiy dushmani Amerikaning sirdoshi Ömer Qanatning Malayziyaga kirishini to'sib qoladi degan mavzuda bosh maqola e'lon qilib, Ömer Qanat Efendimga talbiyachi hujum qilish bilan birga Malayziya hukumatini Ömer Qanatning Malayziyaga kirishini cheklashga chaqirdi. Shundaq bo'lishiga qaramay 14 aprel kuni Malayziyaning poytaxti Kuala Lumpurga to'solg'usiz yetib kelgan Ömer Qanat Efendim aerodromda Malayziya Uyg'urlarni qo'llash harakatining raisi Zuhri Yuhyi va Malayziya islom tashkilotlarining maslahatchilar kengashining vakillari tarafidan qizg'inlik bilan kutib olindi. Shu kuni kechda Malayziyadagi ta'siri kuchli ommaviy tashkilotlarning biri hisoblangan Vofiq tashkiloti tarafidan Kuala Lumpur Tanara mehmonxonasida o'tkazilgan va maxsus Uyg'urlar masalasi asosiy tema qilingan iftar faoliyatiga qatnashgan Ömer Qanat Efendim iftorga taklif qilingan Malayziyadagi har soatlarining va yosh aktivistlarning Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi haqida so'rgan turli savollarga tafsiliy javob berdi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi harakat elib berayotgan va Uyg'ur xalqiga yaqindan hissa chiqib kelayotgan Malayziyadagi har qaysi islom tashkilotlari, ommaviy tashkilotlar va aktivistlarga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida rahmat aytgan Ömer Qanat Efendim, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarning, bo'libmi islomiyatga qarshi elib berayotgan ziyonkashliklarning hozir ham shiddat bilan davom qilayotganligini, İslamiyetning eng zo'r dushmanining Sharq Turkiston xalqini majburiy dinsizlashtirayotgan, masjid va mozorliqlarni chiqib tuzlayotgan, Qur'oni Karim va diniy asarlarni ko'ydirib kul qilayotgan mustabid Xitoy hokimiyatining dalil o'zi ekanligini alayda ta'kidlab o'tdi va islom dunyosini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi sukutini buzib o'rnidan dast turishga chaqirdi. 14 aprel kuni Ömer Qanat Efendiyani Kuala Lumpurda Malayziya parlament a'zosi va sobiq yoshlar ministri Siyat Sodiq Efendi bilan ayrim ko'rish ilib berib, uning Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati va xalqaroning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga ko'rsatayotgan inkaslari. Shundaqla Dünya Uyg'ur Qurultayining tashabbusi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining o'tgan yili 12 oyning 9 kuni e'lon qilgan hukmining asosliq mazmuni haqida ma'lumot va tushuncha berdi. Ömer Qanat Efendimning Malayziya ziyarati munosabati bilan 16 aprel kuni Malayziya Musulmon yoshlar tashkiloti ABM tarafidan Uyg'ur sud kollegiyasi biz nima uchun ko'ngil bo'lishimiz kerak degan temada muhokama yig'ini o'tkazildi va Ömer Qanat Efendi bilan birga Malayziyadagi islom va xristian tashkilotlarining mas'ullari, advokatlar va huquqchilarning qatnashida o'tkaziladigan mazkur muhokama yig'inida Dünya Uyg'ur Qurultayining tashabbusi va arzi bilan 2020 yil 9 oyda Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining raisi, dangliq advokat Jeffrey Nice Efendi tor orqali Uyg'ur sud kollegiyasining qurilish sababi, o'tkazgan isbot anglash yig'inlari va sud kollegiyasining o'tgan yili 12 oyning 9 kuni chiqqan oxirgi hukmining mazmuni haqida tafsiliy ma'lumot va tushuncha beradi. Bundan burun Ömer Qanat Efendi boshchiligidagi Dünya Uyg'ur Qurultayı hay'ati Malayziya va Indoneziyalarni ziyorat qilib, bu yerdagi islom va ommaviy tashkilotlar bilan yaqin hamkorlik munosabati o'rnatgan edi. Navbatda bu xil hamkorlik munosabatlari uzluksiz kuchayib bormoqda. Sharq Turkiston davosining Turkiyada tonilishida intayin muhim rol o'ynab kelgan uzun yillik fidokor kurashchimiz va iqtidorli tadqiqotchimiz. Dünya Uyg'ur Qurultayining Turkiyadagi bayonotchisi, Ankara Universiteti Til, Tarix va Jo'g'rofiya fakultetining o'qituvchisi do'sti doktor Erkin Ahmad Efendimning 14 aprel kuni mazkur universitet baholash hay'ati tarafidan professorlikka o'stirilganligi muhojiratdagi Uyg'urlarni alohida mamnun qildi.
Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan stansimizga qilgan tabrik so'zida elga tonilgan vatanparvar Uyg'ur ziyolisi Erkin Ahmad apandimning professorligi o'stirilganligidan cheksiz g'urur va iftiqorlanish tuyganligini ifoda qilish bilan birga, professor doktor Erkin Ahmad apandimning chet elga chiqqandan buyon turli besim va hujumlarga pisat qilmay, milliy harakatimizning oldingi sepidan fidokorlik bilan izchil o'rin ilib, muhojiratga Uyg'ur ziyolilarimizga ulgu yoritib berganligini va Uyg'ur ziyolilarining milliy davoyimizga qatnashish aktivchanligining texmo ishiga turtki bo'lib kelganligini ta'kidlab o'tdi. Professor Erkin Ahmad apandi Dünya Uyghur Qurultayı qurilgan 2004-yildan buyon har navbatli qurultaylarga orqa-orqadan Turkiya vakili bo'lib qatnashdi va qurultayda uzun yil muhim vazifalarda bo'lib xizmat qildi. Ondan boshqa u yana ko'p yillardan buyon Erkin Asiya radiosining ixtiyoriy muxbirlik vazifasini qo'shimcha o'tab kelmoqda. Dünya Uyghur Qurultayining tashkiliy xizmatlariga mas'ul muavin raisi Farod Yo'rinqash apandimning istansimizga bildirishicha, navbatda qurultay rahbarlari ichida 2 nafari professorlik, 1 nafari dotsentlik, 5 nafari doktorlik va 10 nafardan ko'proq magistrlik unvoniga ega bo'lib, qurultay rahbarlarining 95%dan ko'proq oliy maktab saviyasiga ega. Bu munosabat bilan bugun istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan professor doktor Erkin Ahmad apandim o'zining ilm hayoti haqida ma'lumot berib tuvandikilarni bayon qildi. Men Erkin Ahmad asli Qashqarning Yopurg'a naisida tug'ilganman. 1982-yili Beijing Markaziy Millatlar Universiteti Uyg'ur tili va adabiyoti bo'limini bitirgandan keyin 88-yilgacha Beijing Markaziy Millatlar Universitetida o'qituvchi bo'lib ishladim. Keyin 1988-yil 10-oyda Turkiyaga kelib, hozir men ishlayotgan Turkiyadagi Ankara Universiteti Til va Tarix Coğrafya Fakültetida magistrlik o'qidim. Keyin doktorlik o'qidim. 1991-yili Sovet İttifaqı parchalangandan keyin bizning Ankara Universiteti Til va Tarix Coğrafya Fakültetida hozirgi zaman Türkiye tillari va adabiyotları bölümü kuruldu. Bu bölüm kurulgandan tatip bir yerde ben Uygur tili ve edebiyatı, Uygurca, Uygur edebiyatı, Seyrek Uygurca, Salarca ve Uygur halk edebiyatı okşaş Uygurlar doğrusundaki derslerini bir vatime. Ben doktorlukla 2000 yılı bitirgenden keyin 2013 yılı ben doçent oldum. 2013 yıldan keyin hem de tünügün yani 4. ayının ki 14. günü profesör, resmi profesör oldum. Ben bu ceriyanda gerçi Beijing'deki okuyduğum vaktimde o yerde doçent bolgan bolsam ama Türkiye'nin ki akademik östürüş kanunu boyunca yani yeniden başlap profesör, tünügün profesör oldum. Beni bugünkü hem Dünya Uyghur Qurultayı ve dünyanın her kaysi jaylardan Uygurla telefon kalıp beni tebrikleyen oldu dostlar, arkadaşlar. Hemmenlerge köp rahmet eytimen. Benim hazırgaçam da bu ilmi tatbikatlarımdan başka ben 2004 yılı Dünya Uyghur Qurultayı'da kurulgandan tatip Dünya Uyghur Qurultayı'da aktif vazife elip geldim. Ötken yılki kurultaygacha ben Dünya Uyghur Qurultayı'nınki başka atıplık vazifesine ötügen. Onundan başka Türkiye'deki Erkaysi Şarkı Türkistan ammavi teşkilatlarında mı vazifelerim var. Hazırgacha dünyanın Erkaysi jaylardaki jurnallarda Türkiye'de 40 parça etrafında ilmi makalem, 7 kitabım neşr kılındı. İnşallah bundan keyin bu xil ilmiy tadqiqotlarni elib berishga davom qilamiz. Rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar. Yuqorida Dünya Uyghur Qurultayı to'g'ri televiziyasi haftalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Sen üçün ey yurtimiz